Erkabo'lan doktor. Nimaga vahima qilyapsan? Axir men endi keldim-ku. Bu debyutim. Sen undan ko'ra shuncha qiyinchiliklardan keyin erishgan kamaringdan zavq ol. Esdalik uchun rasmlarga tush, videolar qil. U kamar senda qisqa muddat bo'ladi. Shu so'zlarimni yodingda tut. Bu kamar senda qisqa muddat bo'ladi. Men senga shunchalar raqobat ko'rsataman. Bu raqobat kitoblarga yozilib tushlaringga kirib chiqadi. Bu so'zlarimni esingda tutgin. Men O'zbekistonning bayrog'ini osmon uzra ko'tarib, o'zbeklarning qalbiga o'xshaydigan oppoq rangli kamarni o'z yurtimga O'zbekistonga olib kelaman inshaalloh.